Noto'g'ri sanagandan keyin sahri tushib ketgan, bo'ldi, reanimatsiyaga ketgan. 25 yashar qiz. Ozempik ham, Arsema ham, Mounjaro ham, hozirgi chiqqan uni rossiyskiy analoglari bor. Quinset, Semavik, boshqa Cherzetlar, ular hammasi ishlab chiqarilayotganda qandli diabetni davolash uchun chiqarilgan. Endi qarashsaki, uni nojo'ya ta'siri bor ekan, ozdiryapti işte. Kosmetolog buni qilaman desa noto'g'ri. Buni ham nazoratga olish kerak aslida. Qandi tushib ketsa, qondagi qand birinchi o'rinda miya shikast yeydi. Chunki miya qandsiz yasholmaydi. Miya qandsiz bo'ldimi, bo'ldi, u hattoki komaga tushib qolishi mumkin. Bitta Mounjaro degan preparatimiz bor. Qimmat, $450-500 boshlanadi. Uni sotadiganlar o'rgatishyapti. Keling deydi, siz o'zingizga ekonom qiling. Katta dozasini oling-da, men sizni o'rgataman, sanab uni kichkina boshqa shpritsda olib, sizga anchaga yetarkan derkanda, o'shani sotarkan. Yaqinda bitta holat eshitdim. Olgan, katta dozasini olgan, ekonom qilaman degan maqsadda. Ya'ni chunki ozish bu 1 oyda bo'lmaydi, 3 oyda bo'lmaydi. Biz yillab shu vaznni yig'amiz-da. Uni qilgan, noto'g'ri sanagan. Noto'g'ri sanagandan keyin sahri tushib ketgan, bo'ldi, reanimatsiyaga ketgan. 25 yashar qiz. Yaxshi ham uyda odam bo'lganki, skorini chaqirgan, o'sha tez yordamni ular borib, keyin o'sha kerakli muolajani qilishgan. 2 ta farzandi bor. Endi ko'rdingiz qanchalik bu nazoratdan chiqib ketgan.